payg'ambar alayhissalom bu zikrlarni sahobalarni rizqlari keng bo'lishi uchun shu talabda ularga o'rgatgan ekanlar. Rizqlarni keng qiluvchi zikrlar sifatida ma'lum va mashhur zikrlardir. Ulardan bittasi La ilaha illallohul malikul haqqul mubin. La ilaha illallohul malikul haqqul mubin. 100 marta aytasiz. Bir kunda 100-siga borgandan keyin La ilaha illallohul malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullohi sodiqul va'dil amin deb tugatasiz. 100 marta aytasiz. Ikkinchi zikr undan ham oson. Subhanalloh bihamdihi. Subhanallohil azim. Astagfirullah. Subhanalloh bihamdihi. Subhanallohil azim. Astagfirullah. Buni ham 100 marta aytasiz. Ammo buni qachon aytamiz? Bu ham ko'rsatilgan. Bomdod namozining sunnati bilan farzining orasida aytiladi 100 martadan. Bu zikrlar rizqni kengaytiruvchi, rizqni jalb qiluvchi zikrlar ekan. Payg'ambar alayhissalom xuddi shu qasdning ustida sahobalarga o'rgatganlar. Bomdod sunnati bilan farzining orasida 100 martadan aytiladi. Agar u mahal ulgurmasangiz, taqalib qolsa, bomdod namozidan keyin aytasiz, farzdan keyin aytasiz. Unga ham ulgurmasangiz, quyosh chiqishdan oldin aytasiz. Unga ham ulgurmasangiz, zavol vaqtida aytasiz.